Biz Moskva shahrida Moskovskiy akademiyaning, ya'ni yotoqxonasiga kelganmiz. Aziz do'stlar, qaranglar, bunchalik sharoitlarni ko'rib boqib, to'g'risi men o'zim qaytadan yana shu Moskvada o'qishim kelib ketdi, qarang. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hozirda biz Moskva shahrida Moskovskiy akademiyaning, ya'ni yotoqxonasiga kelganmiz. Ya'ni bu joy talabalar yotoqxonasi. Bu yerdagi sharoitlar bilan tanishib chiqishimiz mumkin. Video davomida ko'rib borasiz o'zingiz ham. Vatandoshlar, yana mana shu yerda qo'shimcha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu yerda juda ham qattiq rejimda ishlashadi va xavfsizlik bo'yicha juda ham yuqori ko'rsatkichga ega охраналар. Rejim bu yerda ayollar uchun, yana xotin-qizlar uchun отдельный xod, o'g'il bolalar uchun отдельный xod. Agarda sizlar O'zbekistonda olsangiz, xotiningiz va singlingiz o'qimoqchi bo'lsa, bemalol mana shu общитаga kelib joylashish mumkin. Ya'ni bu yerda xotin-qizlarga отдельный qilingan общита yotoqxonalar. Xavfsizlik uchun juda ham e'tibor berilgan rejim. Kechki 10 dan yoki 11 dan keyin hech kimni kirgizmaydilar. Aziz vatandoshlar, siz O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qaysi davlat fuqarolik bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz ham shu Moskva shahrida bo'lsangiz, ham o'qib, ham ishlashingiz uchun mana barcha sharoitlarni o'zingiz ko'ryapsiz. Bu yotoqxonasining ichkari koridorlari shunamgina. Bu yerda kimlar bo'ladi? Ochni yoki ochni zavshida o'qiydigan talabalarimiz, hamyurtlarimiz bu yerda kelib yashasa, bemalol o'qisa bo'ladi. Yana bu yerda qulayliklar, registratsiyasi ham ichida. Ham o'qib, registratsiyasi bor, kuxni, dushovoy, barcha sharoitlarga o'ziga ega joylar bor. Hozir video davomida kuzatib borsangiz, ko'rib borasiz albatta. Hozirda biz kuxni joyida, ya'ni oshxonasidamiz. Studentlar uchun sharoitlar bilan tanishdik. Mana bemalol o'ta pechkalar, o'ta posudomoykalar, sterilniy mashinalar, na choy kipitok, ya'ni qaynatilgan suvlar, mikro'lnilar, hamma sharoitlarga ega, bemalol ko'rishingiz mumkin. Aziz do'stlar, qaranglar, bunchalik sharoitlarni ko'rib boqib, to'g'risi men o'zim qaytadan yana shu Moskvada o'qishim kelib ketdi, qarang. Yuvinish joyi, kuxnilar, yana eng zo'ri qarangda, bu yerda sizning buyumlaringizni saqlab beradigan joylar ham bor. Ya'ni qimmatbaho buyumlaringiz, qanaqa vajlaringiz bo'lsa berasiz, mana shu yerda saqlab beradilar. Ya'ni javobgarlikni yotoqxona xodimlari o'z zimmasiga oladi. Qaniyada men yoshligim qaytib kelsam, mana shu sharoitlardan o'zim ham o'qib qolsam shu yerlarda. Albatta kutaman pastdagi nomerlarda sizlarni.